Sizning miyangiz go'yoki переключательga o'xshaydi. Fikrlaringizni, quvvatingizni o'zingizga yo'naltiring. Bu sizga tuyulgandan ham osonroq. Ko'r-ko'rona taqlid qilishni bas qiling. Siz o'zingizga ahamiyatli, ko'p narsaga qodir inson deb ishonganingizda, o'zingizni bu rolda tasavvur qilishni boshlaysiz va asta-sekin shu odamga aylanasiz. Tasavvur qiling. Xudo asrasin, siz koma holatiga tushib qolib, o'zingizga kelganda esa xotirangizni yo'qotdingiz. Va kimdir oldingizga kelib, siz avval Spetsnazda xizmat qilganingizni hamda jamoangiz sizni sog'ayishingizdan so'ng qaytishingizni kutayotganini aytsa, nima deb o'ylaysiz? Siz o'zingizni boshqacha tutishni boshlagan bo'larmidingiz? Yoki komadan so'ng sizga oldinlari siz fortepiano bo'yicha o'qituvchi bo'lganingizni aytsa, o'zingizni idrok etish qobiliyatingiz qanday o'zgargan bo'lardi? Siz doimo buni tasdiqlovchi dalillarni qidirgan bo'lardingiz. Shunday ekan, siz muvaffaqiyatli inson ekanligingizni tasdiqlovchi narsalarni tinmay qidiring. Hayotda muvaffaqiyatli bo'lish siz kim ekanligingizni tasdiqlovchi e'tiqodlar tizimiga ega bo'lish degani. Siz yagona ekanligingizga, o'z sohangizda betakrorligingizga qat'iy ishoning. Agarda siz dunyoda eng yaxshi aktyor ekanligingizga so'zsiz ishonsangiz, men unchalik yomon emasman deb umid qilaman kabi o'ylashingizga nisbatan siz butunlay boshqacha harakat qilasiz. Yuzingizning ko'rinishi va gapirish ohangi butunlay boshqacha bo'ladi. Begona gaplar o'rniga siz o'z so'zlaringizni topib gapirasiz. O'zingizni o'zgacha tutasiz. Boshqalardan ajralib turasiz va aksariyat sizni taniydigan bo'lasiz. Siz o'zingiz bo'lasiz. Sizning miyangiz bu переключатель. Siz shunchaki unga kerakli simlarni ulashingiz kerak. Bu degani siz to'g'ridan-to'g'ri maqsadingiz sari yo'l oldingiz. Agar siz o'zingizga ishonmasangiz va boshqalarning fikri to'g'ridan-to'g'ri osonlikcha sizga ta'sir qila olsa, demak sizning maqsadlaringiz va orzularingiz hech qachon ro'yobga chiqmaydi. Har bir insonning o'z shubhalari va ichidagi kelishmovchiligi mavjud. Hattoki siz zavqlanadigan muvaffaqiyatli insonlarda ham shunday. Eng muhimi, siz eng og'ir davrda salbiy xayollar bilan qanday kurashishingiz va ularni harakatlar bilan yengib chiqishingiz. Har qanday vaziyatni uddalay olishingizga ishongan holda, bularning hammasi oson kechadi. O'zingizga bo'lgan ishonch esa bu tajriba. Salbiy hissiyotlari qalbingizda qo'rqinch va shubhalanishning urug'larini ekishiga yo'l qo'ymang. Siz har daqiqa yanada yaxshi bo'layotganingizga ishoning. Buyuk insonlar boshqacha tarzda fikrlaydi, barcha narsaga boshqacha tarzda qaraydi. Mayda insonlarni esa salbiy hissiyotlar va muammolar yutib tashlaydi. Ijobiy tarzda fikrlaydigan buyuk insonlarning esa dunyoga qarashlari boshqacha bo'ladi. Ular olamni yaratadi. Mashinalarni, samolyotlarni, kompyuterlarni aynan orzu qilishni biladiganlar, tashabbuskorlar o'ylab topishgan. Dunyo